Hammaga assalomu alaykum. Bugun 22-noyabr kuni oilamizga jajji mehmoncha keldi. Qiz farzandli bo'ldik. Yangi chempionkamiz bizlarni farishtamiz dunyoga kelgan kun bugun. Qizalog'imni ham, meni ham sog'ligim hammasi yaxshi. Bizlarni duo qilib turgan hammaga katta rahmat. Bugun qizim bilan biza uyimizga kelib oldik. Hozir qizim uxlayapti, olaman. Qo'limga olamaysiz. Ay jonim mana. Qizimizmi Rayhona. Dadasi qo'ygan chiroyli ismni. Bizlarni bugun Oybek va Nigora kutib oldi. To'g'risi Instagramda oldin ularni kuzatib turardim. Juda ham niyat qilardim kelishlari bilan hozir uyimizda kutib olib, mayash ko'rgan qo'shiqlarni aytib berishdi. Ularga katta rahmat aytaman. Juda ham xursand bo'ldik. Hammamizni xursandchiligimizga sabab bo'lishdi bugun. Paralimpiya chempioni Asli Mirziyoyeva qiz farzandli bo'ldi. Mashhur para-yengil atletikachi Paralimpiya o'yinlari sovrindori Asli Mirziyoyeva ona bo'ldi. U 22-noyabr kuni qiz farzand dunyoga keltirganini o'zining ijtimoiy tarmoqlari orqali ma'lum qildi. Asila bu xursandchilikni quyidagi so'zlar bilan ulashdi. Oilamizga yangi chempionka keldi. Uning ushbu samimiy e'loni sport jamoatchiligi va muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Paralimpiya chempioni bo'lgan sportchimizga jamiyat vakillari, sportchilar va oddiy fuqarolar tomonidan baxt, sog'lik va uzoq umr tilaklari bildirilmoqda. Asila Mirziyoyeva nafaqat sportda, balki hayotda ham haqiqiy chempion ekanini yana bir bor isbotladi. Baxt tilab qolamiz. Bizning chempionkamiz, jahon chempioni, O'zbekiston faxri Asila Mirziyoyeva onalik baxtiga muyassar bo'libdilar. Kichkintoy Rayhonani dunyoga keltiribdilar. Onalik baxti bilan tabriklaymiz jonim. Iloyim bundan keyin yana Allohim berardan qismasdan o'g'il, yana qiz farzandlar nasib etsin deb qolamiz. Doimo baxtli shunaqa butun bo'lsin. Hech qachon bo'shashmang. Olg'a faqatgina qadam bosing. Yana bir bora tabriklaymiz. hozirdan chiroyli qilib kutib olamiz. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xonadonimizga ajoyib farishtamiz Rayhona xonim tashrif buyuryapti. Juda mamnunmiz. Iloyim dunyo turgunchasin. Iloyim yurtimiz tinch. Muhtaram prezidentimiz omon bo'lsinlar. Yaratilgan hamma shart-sharoitlarga, hamma barcha mas'ul xodimlarga hammasiga rahmat aytib. Mana bugun Asila qizim bilan Shohruxjonlarni davomchisi, silolasi Rayhona xonimda yana bir marta qutlaymizda dunyo turguncha turish. Nimaga yaxshi aytamiz, hammasi o'shalarga bo'lish nasib qilsin. Allohu akbar, salomat bo'ling, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Iloyim kamida onajonisiga o'xshagan bo'lsin, bitta qarsaginglar bo'lsin. Ana endi kichkintoyimizga